Ben yani kelime! Mana bu kishi ularning qo'mondoni serjant Brolk. U dengiz bo'yida bemalol havoyab yuradi. Bundaq yerlarga doim kelib tursa xo'g'idek, tabiat bilan uchrashib tursa, odamning ko'ngli ichilib qoladi ekan. Ey Patak, bu qandaq ekan? Qaltisqu. Nima u? Uzuntra. Bu qatlandigan qamoq. Qaraganda kashfiyotchi yolg'iz u fikr emaskan juma. Hiç aklım yetmeyotdu Uzuntra. Bunun da beliq tutquli bo'lamdi. Ems qarab tur juma. O bek yaxshi oldu. O fikrini kashfiyotlardan yaxshi ekan bu. Qop yurakni mikansizlar Uzuntura. Nima qilganing bu? Men o fikni o'rgandim, serjant. Odamga azqatirgan narsalarni kashf qilgan tuzuk. To'la jo'ylima. O fikr hech qachon azqatadigan narsa kashf qilib boqqan emas. Rost deysiz. Onun kashfiyotning roli faqat bombadi. Bilmadim. Sen nima o fikrini to'g'raysa? Ha? Rost dedingiz, serjant. Biz herkes o fikni to'g'rimasligimiz kerak. Ben bu gibi joyda Uzuntura. Ben Falastinliklarning uningdek bo'lishini xohlamayman. Qaraganda bu maxfiy tanishg'ish yaxshi kashf qilinibdi, Opik. Kaçır silah alileri. Sile bu tanışıqoşa yalğay odak gaplarni anladılar. Ameliyat ola. Silerin ali dereceli ofitserlerge Vietnam çaplavadı parça alileri. Senin cemiyetdagi o'rningning menga hech qanday ahamiyati yo'q, Opik. Ben faqat tush teshig'iga qiziqaman. Shunga maxfiy tanishg'ishni ishlatishni boshla. Qulluk parça alileri. Qulluk. Yana bir iş parça alileri. Men yana g'ayib mashinani ishlatmoqchi. Shunda Deginaqini u qayerda, Opik? Ana aldılar da parça alileri. Aldılar da turdi. Qandaqli odam bo'lsin, ko'zi har qancha o'tkir bo'lsin, uni herkes ko'rmaydi. Shundaq. U zoti qayerda, Opik? Mana bu şeyde parça alileri. Mana bu şeyde. Uni g'ayib mashina deyishimdagi sabab jiddiy paytlarda ahvoli qarab o'zgaradi. Shunga uni hech kim ko'rmaydi. Shunda hech kim ko'rmaydi alileri. Shunda. Shunda. Mana bu parça alileri. Uning aslisi. Sen onu zarur tepilgan o'zgartib ishlatishga bo'ladi deding. Doim o'zgartib ishlatishga amali yo'qmi, Opik? Uningga tok jiq ketadi alileri. Uning tok sarfiyati yo'qri. Zarur sharoitlar. Shunda qilishga bo'ladi. Shunda qilishga bo'ladi. Ems tezroq borgin, Opik. Maxfiy tanishg'ishni bugunning o'zida yaxshi tush mamlakatiga olib borib, borgin. Tez bor! Dal shu chog'da yaxshi tush mamlakatida tush bovoy bir ayol elchini qabul qilyotdi. U ayol boshqa bir dunyodan kelgan bo'lib, gul giyolarni yaxshi ko'radi. Gul apandim uningga gullikni ko'zlayotdi. Bu yerda haqiqatan qimmatli noyat chiroyli o'simliklar bor ekan. Gul apandim, yana bir kelganda bulardan azroq etkazsam qanday bo'lar? Yaxshi bo'ladi, xonim. Buningdan sizdek bakr olalaydigan odamlar oz uchraydi. Ko'p rahmat sizga. Menga nurg'un o'simliklarni ko'rsatdingiz. Siz bilan ko'rishganimga ko'p xursandman, xonim. Men gulligimga boray. U yerda qildigan ishlarim jiq edi. Deb yaqinlachu. Men qaytib berib onunga bir o'simlik evatsam, uning ko'ngli kelarmi? Menda bir xil o'simlik bor. Ko'rsa, u cho'qim yoqtirib qoladi. Annesi ati avatding, ati uning tug'ilgan kuni. Yaxshi aql ko'rsatdingiz, Amberli. Men uni ko'rik beshig'i avatib beraman. Sizlar uni hozircha ko'rsatmay turib tug'ilgan kuni sovuq qilinglar. Albatta bo'ladi. Rahmat. Ishqinglar bilan tanishib qolganimga intayin xushalman. Men qaytay. Xo'sh, amsa. Xo'sh. U gul apandiga obdaroq sovg'a avassa bo'ladi. O savdarakni oldida qilgan qiliqlari odamni bezar qiladi. Ele poyitayotgan, do'ppanchilik qilayotgan, shundaqmi tetiqsizlik bo'lamdi. Qarsam Opik o'zini bek to'vanchaqlaydi ekan. Odatda o'zini to'vanchaqlaydigan kishilar xushomadchi keladi. Shundaqmi? Shundaq bo'lmaychi. Buni hamma kishi biladi. Bu oddiy savol.
Serjant! Qara! Serjant, bir narsani tuta oldingizmi? Kuchog'ini nima qilishyapsan? Yo'qolish! Shahzod yo'qolish! Meni tortib olish! Meni tortib olinglar! Meni tortib olinglar! Tez bo'l! Ma'qul, Opek, bardosh qilma. Uni tortib olinglar. Tortib olinglar. Qarniyatlar! Meni suvda tunjuqtirib o'ldirganlar tas qoldinglar! O'lib qolmaganing uchun biz faxrlansak bo'ladi. Nima degansiz? Diqqat qilib anglash! Bu yig'ichi maxfiy cho'shni tushmamligiga jazman o'rdisizlar. Boshqa ishlar bilan qaringlar bo'lmasin. Angladinglarmi? Maxfiy anglay olsanglar bo'ldi. Sizlar hilma yasagan mashinani beringlar. Sizlar hech kim sezmaydi, hargiz uqolmaydi. Lekin yodinglarda bo'lsin. Uni faqat amal bo'lmaganda ishlatinglar. Chunki uningga to'q bachcha ketadi. Rahmat, Opek. Endi qaytib ketsang bo'ladi. Hay, chiqinglar. Darhol chiqinglar. Men sana ang ilg'or fan texnik natijamni berdim, birovek. Sen bo'lsang gapimga quloq solmaymi demaysan. Shunga har qayta mag'lub bo'lib kelyapsan. Hey! Sening bu gapingdan ajab to'ydoq, Opek. Shundaqdimi? Xo'shlab qo'yay sana. Dal mushu paytda tush bovoy bugun kechga atab tush qo'yib berish tayyorligini ishlamoqda edi. Munarga akirdigan yaxshi shisidan yana natsi qoldi efendim. Amiz hozirlik ko'rik bishiga qarab beqinglar. Gul efendimning so'g'isi keldimikin? Uni qayoqqa yashirib qo'yamiz? Munarga akirib qo'yinglar. Shu ham muvofiq amrli. U yer bexatar. Gul efendim hargiz u yerga chiqmaydi. Oldi tarafdan nur chaqnadi-da. Darhol yoshirin alatga o'tayli. Yoshirin alatga o'tdik. Menga dedi patak. Sana emas, o'zim tura. Rostda menga dedi. Voyjan. Bu rostda menga dedi. Undaq emas. Shundaq. Undaq emas. Shundaq. Undaq emas. Talishadigan bo'lsang, boshqarish dastisini hech qaysini tutqizmayman. Bu so'g'ini qayoqqa qo'yamiz? Ha? Tush bovoy Munarga akirib qo'yinglar degan. To'g'ri debdi. Sizning so'g'ini akaganmidi? Diqqat qildinglarmi? Biz bu maxfiy tanishishdan qiziqarli axborot oldik. Shundaqmi? Biz ko'rik beshida dushman tarafning bir so'g'isi borligidan xabar topdik. Yana-chi? Ular bu so'g'ini tushdeshi va Munarga akirib qo'ymoqchi bo'lib o'tibdi. Mundaqdan. Darhol harakat qilib boraylik. Yo'q. Yoshirin alatga o'taylik. O'tib bo'ldik. Endi navbat men keldi. Ba'zi sen baş shaxsiyatchi bak yuzsiz juma. Ha, qaranglar birodarlar. Qopgan. To'g'ri aytding, uzun tura. Og'izni avaylab och, sovg'atni ol. Xo'p, serjant. Patak, sen tusha. Tusha? Nim qilma. Tush degandikin tushmamsa, men seni buning ishiga sep qo'yaman. Galvan dushmanlar seni tushdeshi va uyga boshlab boradi. Ishi bek kichikka serjant. Qarang. Darhol mashinaga selinglar. Kira. Nimishqa men tush kerakmi? Bu yon paka bo'lgandikin vaqtni jon tut. Dilmim siqilib ketadi. Mening tushkim yo'q. Dushmanlar ketganda elibla qaytib kel, ha? Biroq serjant. Moya degan. Bek yig'irgan. Nim bo'ldi buningda? Daraxtning ko'chida o'xshamamdi. Uruq o'xshaydi. Shunga nimaligini ko'rib baqim kelyapti. Cho'qim biz ko'rib baqmagan narsa qachon. Ular ep ketdi serjant. Kim tur o'zim tura. Nimaning ovozi bu? Men ajab anglamadim. Bu ko'ribgani tezroq akirib yetaylik. Gul apandi ko'rib qolmasin.
Diqqat, uzun turar. Mahbet tanışığışını eçiver. Dərtək nima qilyotganligini anlab baqayli. Siz Gül Efendi'ye soğuk tayarladınızmı? Yok, nemi soğuk kısam boladı ekan ta? Ben mi tayarlamadım? İkimiz birleşip çoğunrak bir soğuk tayarlasak boptu ekan. Aha, qara uzun tura. Bu ablaqlar nima degan nadon? Ular ko'ribkida bir askarning borlig'ini faqatla sezmadi. Ular og'zini ochmadi-da. Biz mashhad turib, buning natijasini kutaylik. Çoğungu soğuk kısak ahmet bulmağadak, onun da o netsi baydı. Teştek soğuk kılamdık ya. Yak, çakın iş kılmaylı. Soğuğun ekeldik efendim. Pek yaxşı oldu Lofos. Poter ikimiz bugün keşten tushini yengil qo'yib berdik. Efendim, biz Gül Efendi'ye nemi soğuk çıksak yaxşı buludu. Lafız ikimiz daha da oylap tapamadık. Bu qiyin savolkan, Amberli. Bakma qiyin savol qo'yding menga. Avval bu tush ishlarini yuvib bo'lib, andin yaxshi o'ylab ko'ray. Ma'qul, rahmat. Ha, yaxshi. Hozir hamma narsalar yig'ishtirilib bo'ldi. Bu shishalarni pastga og'a tushib ketaylik. Andin so'g'i to'g'riliq obdan o'ylashib ko'ray. Aldım. U qo'liga tushagandek qildi serjant. Gap to'g'ri, uzun tura. Gap hamda uni et chiqishda. Soğamla tapşırıp ağınızını anlap pek hoş buldum. Gül Efendi'ye eğitip koyasız. Bu soğam o kişinin dediği yıkıp kılışı mümkün. O herkes çok sıkılmaydı. Çokum bıraksan üstü. Oo. Bilmem Bobby. Şunda Gül Efendim'e cazmen yetkizip koyayım. Hoş. Hoş. Çok sıkılmaydı. Biz soğuk doğruluk oylaşqaş, Coca-Cola içeylici. Aa, yaxşı akıl göstersen Amberli. Aa, to'g'ri, ishni yeb ver. Rahmat, Potter. Çıkamaydıgan buldum. Endi men tugashdim. Qudular. Patakni janob qiymi qilib turgan bo'ldi serjant. Melli bo'lsam, undaq bo'lishi mumkin emas. Darhol qabullaylik. Uni akilaylik. Ben solunub qoldim. Endi yomon tushmoqchilik gidamadigan bo'ldim. Sarang bo'lib qoptimi, nima bu? Endi qanday qilamiz serjant? Biz endi mumkin bo'lsa, bir amalim bor. Buni ishlataylik. To'g'ri deding uzun tura. Nima deydikin desam, elimi axloqni jo'rdim. Bu nima qilg'ini? U kalva. Kechiring serjant. Neri tur? Bu mana be. Mana benim. Qanday qilish kerakligini endi o'qidim serjant. Men boya sinab baqdim. Ay! Meni qutqizib ola. O'zim chiqma. Tushishimni beray. Aslida meni buni og'im yo'qdi. Meni haq yollavagan. Derhal Potter'ni kendi manayla. Çokum ciddi bir iş yüz verdi. O fakatla hatalı iş bakmaz. Kudular. Elinde serjant. Emiz derhal çıqa. Aycan. Hiç görünmeydi bu. Sırsı derizde kirpik kıptı. Tala qarab baqayli. O mantıqı düşmançı edibdimi? Biz düşman emas. Vaqtni chiq tutinglar birodarlar. Kiringlar. Qor bosqandakli bir ish bo'ldi-ku. Mana rahmat da.
Eshunmaganda seni botirlik bilan qutqizib chiqqanimga rahmat degan. Nima? Meni qutqizib demishdiki, o'ltagili tas qolding. Deraza keshigiga ajab urding meni. Hech nima yo'q. Qiziq ish bu. Biroq qush ezib kirib qoldimi ya? Bu mumkin. Qaraganda hech ish bo'lmagan o'xshaydi. Chiqib Coca-Cola ichaylik, ha? Yura Potter. Tushdi ishini obdan saqla, derdik. Albatta, serjant. Basam, meni nimada mukofotla, ha? Mukofot tamoq qilyapsan? O'zinglarni o'ylab ko'ringlar-chi. Batur jangchi o'zi yolg'iz berib, tushishini o'g'irlab akeldi-da, ha? Qandoq dedi? Yolg'iz badingmi? Gapimga quloq sol, birodar. Serjant, tok ajizlab ketdi. Darhol niqoblanish, yo'shonish knopkasini itib o'taylik. Yo'q, uzun tura, bo'lmaydi. Uningda biz rahimsiz dushmanning qo'rshovida qolamiz. Uning ustiga bu mashinada yomon tush podshohligining qahramoni bor. Chatoqchisi menda ko'mang, ha? Men ko'rsatlar qandoq bo'ladi, faqat bilmadim. Imzoimni qo'ydirishga nurg'un kishilar keladi-ku deyman. Mashinaning toki tugayil deb qoldi serjant. Niqoblanish asbobini itib o'ting, bo'lmasa qaytib ketamaymiz. Ha, so'zlari. O'zimizni ashkarlash qitim sani haftasiga 2-3 qitim bo'lish kerak. 1, 2, 3 ko'taraylik. Begin qilala yendiklab qolganda Qarang, tushdishi bu yerda turdi-ku, a? Yaxshisi uni joyiga ep qo'yaylik. Tez, vaqtni ching tutaylik. Bu sog'i Gul apandiga yaxshi edi. Buning ichida qanday o'simlik bordi? Shukri, uy kelib oldik. Albatta kelimizda. Tokmi tugayil dedi serjant. Deb qilinglar-chi, hammalar meni apandim deb chaqirami, menga ehtirom bildirami yoki Bo'ldi qilsangchi, bilamsan, sen bek tetqisiz bir nima ekansan. Bayli tetqisiz ekansan. Yana onu attılar. Sizin hech kim yetermigidek alileri. Sizin tengdoshlar haqiqatan yo'q ekan. Ita Brovik! Serjant Brovik sizga doklad qildi podshoh alileri. Biz tushdi ishini qo'lga tushirdik. Brovik, sizlarga aniq aytgan, olib asalalı bo'ladi deb. O'rinsiz ishlarni qilib yurmanglar degan edim. Asta, Brovik senize. Tushdi ishini akeldinglarmi? Bizni herkes o'zingga ishondirmaysan, Brovik. Garchi Testur Opik! Yaxshi, qani o! Bir qadam oldiga chiq, patak. Rahmat serjant. Tez chiq, tezroq bo'l deymi? Chapsan chiqar Brovik! O qo'limda yo'q. Shu topda qo'limda yo'qdir-ku, podshoh alileri. Buni ziyoratga kelgan ayol elchi evatibdi. Buni xilali alaydi sog'daydi. Shundoq. Haqiqatan alay direktorida. Nim bo'ldi? Haqiqatan alaydi ekan, qaranglar. U so'g'ini silishni unutib qopti. Nima? Alaydi so'g' bo'lmasa, men gulligimga qaytay. Tova. Shundoqmi qilganmidi? So'g'ini yo'lda biri o'g'irlab ketdimi ya? Rasli shundoq ish bo'lgan bo'lsa, o'g'rilar jasman bizga tuyuqsiz hujum boshlaydi. Bu cho'qim o'pkini o'ynayotgan o'yini. Buni men bilmayman. Shundaqmi? U hammamizni o'ldirib, o'zi bek bo'lmoqchi. Opik! Nafay podshoh alileri. Hanımat. Isimlik yevatgan o'xshaydi. O'zi barkat.
Yaman adamlarning jajisini berdik. Biz yana bir qatim Yamanchi podshohligiga kelib, razillikni fosh qilmoqchi bo'ldik. Yamanchi hukmroni Sodarak davomli xatarlik planlarni tuzib, tushdishini tortib olib, Yamanchi orqali dunyoni bo'ysundirmoqchi bo'ldi. Yamanchi podshohligidan yiroq yerda o'rmon sardori Perdit ham uning hamrohlari yaxshi tush mamlakatini qo'g'dayotdi. Bu yerda oq ko'ngil kishilar yashaydi. Lofus bilan Amberli, Tushbovoy bilan Poter